Kislorodniy kosmetika deganda nimani tushunamiz bizlarda? Bizlarda kompaniyamizda o'zini zapatentovanный kompleks bor. Aquaftem va Novaftem. O'sha Aquaftem va Novaftem bizlarga demak kremlarni ichiga kislorodni solib bo'lmaydi. O'sha Aquaftem bilan Novaftem kompleks nima qiladi? Biza kremlarni surtgan paytimizda bizlarga qo'shimcha havodan kislorod olib beradi. Tushunyapsizmi? O'sha uchun bizning kremlarimiz arzon. Mana hozir Dosi chiqqan kremlarimizda botanika kremlarimiz, Oxyology kremlarimizda shuni surtgan payt yuzim yumshoq bo'ldi, qandaydir nafas olyapti. Odamlar tushunmaydi, nima uchun shunaqa bo'lyapti. Chunki o'sha kislorodniy kompleks yuzimizda o'sha kremlarni joyigacha yetkazadi. O'zi, конечно, bizani nima deydi? Kislorodni o'zimiz ishlab chiqaramiz. O'zimizda kislorod qon orqali ishlab chiqariladi. Mana nafas olamiz bizlarda. No, yillar o'tgan sayin baribir ham nima deydi? To'qimalar tez regeneratsiya bo'lmaydi. Shu uchun kislorodni normada ishlab chiqarmaydi. Surtgan kremlar, masalan, qolgan kompaniyani kremlarini surtgan payti ularga bir 30%, 40% ta'sir qiladi. Bizning kremlarimiz o'sha kislorodniy kompleks bilan Aquaftem, Novaftem bilan 100% ishlaydi. Tushunyapsizmi? 100% ishlaydi. Ana shunaqa. Demak, keyingi yo'nalishimiz bu kremlar haqida edi. Kremlarimiz hammasi Rossiyada, o'zimizda zavodimizda ishlab chiqariladi. Keyingi yo'nalishimiz bu dekorativniy kosmetika. Dekorativniy kosmetika hammasi Italiya texnologiyalari bilan ishlab chiqariladi. Italiya eng zo'r sifatli dekorativniy kosmetika Italiyada ishlab chiqariladi. Tushunyapsizlarmi? Lekin uni fasovka qilish, upakovka hammasi o'zimizda zavodda qilinadi. Eng zo'r dekorativniy kosmetikamiz bizlarda professional hisoblanmaydi. Dekorativniy kosmetika bizada parvarishlovchi hisoblanadi. Chunki ular sizni yuzingizga tonalka qo'ygan paytingiz yuzingizga namlantiradi, lifting qiladi, yuzingizga ziyon, quyoshdan saqlaydi, parvarishlaydi. Pomada qo'ydingizmi, lablaringizga ajin tushirmaydi. Chunki hammasida kislorodniy kompleksimiz bor. Tushunyapsizmi? Men даже mana shu dekorativniy kosmetikam bilan dugonamnikida turgan paytim bo'yanmaganman. Endi bo'yanib chiqsam ham kosmetika qo'yganday tuyulmaydi bizada. Vulgarniy emasda bizada. Shunday o'zimizni chiroyimizni chiroyli qilib prosta qandaydir bir oттенок beradi bo'ldi. Bunda vulgarniy, professionalniy bir даже bizlar bironta nima deydi, restoranlarga tug'ilgan kunlarga bo'lsak, salonga bormaymiz. O'zimizni kosmetikamizni ishlatsak ham chiroyli o'zingizni tabiiy go'zalligingizni yoritib beradi. Dekorativniy kosmetikamiz. Tushunyapsizlarmi? Mana akademiyada ham aytildi-ku shu narsa, to'g'rimi Zarina? Keyin ko'plar so'raydi, o'stiradigan tushlar bormi? Hamma tushlarimiz o'stiradi. Hamma shunaqa, chunki ularda efir yog'lar qo'shilgan, o'simliklarning yog'lari qo'shilganda, shunaqa komponentlar ichiga qo'shilgan, чтобы kipriklaringiz ne только chiroyli ko'tarilib tursin, еще plus yana o'sadi, yana to'kilmaydi. Pomadalardan lablar yorilmaydi, ajinlar tushmaydi, tonalkangizda yuzingiz nafas oladi, quyosh urmaydi, dog' tushirmaydi. Tushunyapsizmi? Tenglarimiz surtgan paytingiz pastga to'kilmaydi. Qalamlar surtgan paytingiz ko'zingizni ichiga surtsangiz ham bor spetsial qalamlarimiz allergiya bermaydi. Chunki hammasi halol sertifikat. O'zimizda o'smadan tayyorlangan seriyamiz bor. O'shani вообще juda ham yaxshi ko'rishadi mijozlarimiz. Вот. Mana bu tenglarimiz zapechonniy tenglar hisoblanadi. Zapechonniy. Buni surtgan payt kuni bilan bir xil turadi. Men masalan yig'loqman-da o'zim. Men tush ham qo'yaman, qalam ham qo'yaman-ku, ketmaydi qizlar. Ketmaydi, turadi. Men endi bunday qilib yig'lamayman-ku, to'g'rimi? Lekin ko'z yosh oqqan payti ham sizni tushingizga tegsa ham tushingiz oqmaydi. Lekin bizani tozalash vositalarimizga aniq qiladi.
Buni qisqacha yozasizlar. Ha, qisqacha Bir yozasizlar. narsa so'ramoqchi edim, uzrda. Hozir Mavlud opa yarim pulini to'labdi-da, zakasini yopgan. Hozir zakasini o'zgartirmoqchida, yarim pulini to'lagan bo'lsa ham o'zgartirsa bo'ladimi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchi edim. To'liq qolgan to'ldiraman deyapti. Bo'ladi. Rahmat. Tak, qizlar, keyingi yo'nalishimiz, 3-yo'nalishimiz bu Fabirlik dom seriyasi. Fabirlik dom seriyasi bu hamma narsa uy uchun. Bizani ayollarimiz uy yig'ishtirishga, uy tozalashga o'zidan ham ko'ra yaxshi ko'rishadi. O'zlaridan ham ko'ra mana shu yo'nalishda yaxshi ko'rishadi. Kir yuvib, hammasini uchiglab, oqartirib, sachoqchalar, dasmolchalar, nima deydi boyagi dasturxonchalar. Shuni uy yig'ishtirishga bizdan o'zimiz ham даже yuzimizni parvarishlashimizga shuncha qaramaymiz. Da? Shu bizani mana shu Fabirlik dom seriyasi yozinglar. Hammasi Germaniya texnologiyalari bilan ishlab chiqariladi. Eng zo'r parashoklar, eng zo'r sredstvalar Germaniyaniki hisoblanadi. Shuning uchun bizada Germaniya texnologiyalari bilan ishlab chiqariladi. Nimalarimiz bor? Kir yuvish nima vositalarimiz, gel для стирки, da? Parashoklarimiz bor, dog' ketkizuvchi parashok, sprey, qalam. Undan keyin qozon tozalaydigan vositalar, pasta yuvadigan vositalar, juda ham yo'nalishimiz kuchayib ketyapti, ko'payib ketyapti, juda ham. Освежителlar, da? Освежителlar, hozir men sizlarga освежителlar. Bizani освежителlarimiz на водной основе, suv tarkibida suv bor. Masalan, ko'chani освежителlarini olasiz-ku, hojatxonaga sepasiz, da, aerozollik. Ular bizani ozonli sloyimizni buzadi. Da, короче, bizani tabiatimizga ziyon yetkazadi. Bizaniki suvda tayyorlangan. Suyuq, tushunyapsizmi? Birinchidan namlik beradi sizga. Uyingizga namlantiradi, влажный qiladi havosini. Bu yoshartiradi odamni, tushunyapsizmi? Hamma changlarda o'tirg'izadi, ko'tarib turgan changlarda ham. Hech qanaqa ozonli sloyga sizda masalan kimdadir allergiya bo'lsa, o'sha boyagi spreylarda ishlatib bo'lmaydi. Spreylar qandaydir allergiyani qo'zg'aydi. Griboklar bo'lsa, qo'zg'aydi hammasini. Bizani spreylar, bular nabarot, o'sha chang-panglarni anov qilib, yotqizib, sizga ziyon yetkazmaydi organizmga. Mana shunaqa har xil juda ham shirin ta'mli apelsin koreytsa, bir noyob hidlar. Mana bunisi вообще original gold, vostochное золото. Da? Juda ham zo'r hidlari. Pasta yuvish sredstvalarimiz. Mana bu yerda pasta yuvish sredstvalarimiz o'zi bizada Fabirlik dom seriyasi yozinglar. Biorazлагаемый fosfatsiz denglar. Mana shunaqa qanaqadir terminlarda ham ishlatishimiz kerak-da. Shunaqa odamlar uncha tushunmaydigan terminlarda ishlatsangiz aytadi, "O" deydi. Munisa ko'p narsani bilar ekan deydi. Qolgan boshqa narsalarni ham shu Munisadan o'rganish kerak ekan deydi. Tushunyapsiz? Ular "U nima u?" deb so'ramaydi ular. Lekin qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun yozinglar. Mana shu Fabirlik dom seriyasi biorazлагаемый fosfatsiz. Bu degani ximikatsiz, xlorka tarkibida yo'q. Tushunyapsizmi? Masalan, siz dog' ketkazadigan parashoklarni nima qilasiz-ku? Xlorkasi yo'q, rangini o'zgartirmaydi. Tushunyapsizmi? Pasta yuvish sredstvalarimizda ximikat yo'qmi, fosfat yo'qmi? Chaqaloqlarni nimasini pastasini ham yuvasiz, bemalol. Bemalol 0+ yozilgan mana. 0+. Mana bu yerda bor, 0+. Mana. Bu degani chaqaloqlarni butilkasini, idishchalarini yuvsangiz ham shundaygina chappa qilasiz-ku, qolgan qoldiqlari ham havoga parchalanib ketadi. Biorazлагаемый degani shu. Ni tabiatga, ni sizga ziyon yetkazmaydi. Mana shu Fabirlik dom seriyamiz. Hamma narsa shunday. Da, endi bizlar bu bilan pastani yuvamiz-ku. Bu juda ham bizlarga nima deydi? Kerakli ma'lumot. Masalan, men 3-o'g'limga polni mana shu bilan yuvganman. Даже bir haftada bir marta qaynataydim nimani? Idishchalarini, a так постоянно только mana shunaqa vositalar bilan. Unda обязательно qanchadir vaqt o'tgandan keyin baribir boyagi pastelniy belyolar jar yirtiladi. Yirtiladi. Hozirgi yo'q.
yirtilmaydi, tashlab yubora olmayman. Zerikib qolamanda keyin tashlayman. Almashtiraman pastelni belyonlarni. Chunki boyagi nima deydi? Matoni boyagi iplarni yuqalashtirmaydi, yemaydi. Fosfat yo'q-ku, ximikat yo'q-ku. Kiyimlaringizni buzmaydi. Yangi masalan kiyim olasiz-ku, qimmatbaho bir joylarga kiyadigan kiyimlarga bizada geli bor. Gel lastirki. Uni masalan qo'lda ham yuvishingiz mumkin. Именно o'sha gel lastirki bilan. Masalan qimmatbaho jimpirlar bor, mana pidjaklar bor. Masalan men mana pidjakni moshinga tiqmayman-ku, lekin bemalol yuvib olaman faberlik gellari bilan. Tushunyapsizmi? Shunaqa alohida demak, mana shunaqa mahsulotlarimiz bor. Juda ham zo'r. Dashi chaqaloqlar uchun demak stiralniy parashoklarimiz ham chiqqan, mana gellarimiz chiqqan chaqaloqlar uchun kiyimlarimni yuvishga. Mana shunaqa yo'nalish. Yana bir yo'nalishimiz bor, 4-yo'nalishimiz. Bu bizani badlarimiz. Hozir ayni aktualni bo'lib kelayotgan sog'ligimiz uchun ovqatga qo'shib yeydigan vitaminlar. Bu judayam hozir juda ommabop, katta yo'nalish bo'lib kelyapti. Hozir mana akademiyada Erkin Erbachayev ustozimiz aytdilar. 300 dan 200 dan ziyod mahsulotlarimiz bor ekan. 200 dan ziyod badlarimiz bor. Keyin bu nima deydi? Bu dori emas. No sizni bu profilaktika qiladi. Erta siz kasal bo'lmaysiz, qanaqadir organizm ishdan chiqmaydi. Hozir masalan ovqatimizda sifati yo'q, shuning uchun bizlar mana shunaqa vitaminlar ichishga majburmiz. Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerikada, Yevropada уже 100 yil oldin ular boshlashgan. 100 yil oldin. Bizlar kech qolyapmiz. Bizlar kech qoldik вообще. Ular o'sha paytlari уже shu uchun eng zo'r badlar Amerikada ishlab chiqariladi. Chunki ular уже texnologiyalarni aniq qilib olganda, shuning uchun bizda kompaniyamiz badlarimizda ham Amerika bilan birga qo'shma tarzda ishlab chiqaryapti. Mana именно molekulyarniy seriyamizda. Mana hozir juda ham hammaga mana shuni taklif qilyapman, o'zim ham ichyapman. Juda ham bu yerda hamma narsa bor. Yurak uchun, xuruji uchun, mana serдечный сосудочный deyapti. Endokrinniy zoblari bor-da. Bor keyin reproduktivniy gormonalniy o'zgaradi-ku organizm. Erkaklar uchun, ayollar uchun har xil bor. Keyin общее состояние organizma bor. Juda ham yo'nalishlari ham yozilgan. Hazm qilish yo'nalishi uchun bor. Ichaklarni tozalash, parazitlardan, ichaklarni yo'g'on ichaklar tozalaydigan. Keyin nervniy sistema, asablarimiz tolalari ana bo'lgandan, пожалуйста, asab uchun antistres, balans nervniy sistemi, ular hammasini mana o'qib turib, tushunib turib, kompaniyaga o'zi siz tergan paytingiz sizga полный annotatsiya beriladi. Mana shunaqa yo'nalishlarda yana qo'shimcha yo'nalishimiz bor. Bu bizada shampun, atir, zubnoy atirlar haqida aytmadim. Uzr. Atirlarimiz yana bitta yo'nalish. 5-yo'nalishimiz bu atirlar. Atirlarimiz hammasi fransuz parfyumerlari tomonidan eksklyuzivna faberlik kompaniyasi uchun ishlab chiqariladi. Tushunyapsizlarmi? Bir xillar so'raydi-ku, menga fransuzskiy atir kerak deydi-ku. Bizada fransuzskiy atirlar. Balki buni reklamasi yo'q hech qayerda. No bizlar o'zimiz reklama. Bizlarda nimalar bor? Reklama qilish uchun. Har bitta atirimizda probniki bor. Mana probniklari bor. O'sha siz probnik bu degani, probnik nima deydi o'zbekchasiga? Mana shunaqa probnikcha bilan siz atirda hidini bildirasiz, atirlarda обязательно mana bu yerga pulsga qo'yiladi, чтобы hidini bilish uchun. Agar mana bunday ochib ko'rsa, bunday bo'lmaydi. Atirlarda 3 ta nota bor. Только nota yuragigacha borish uchun 3-notasigacha, bu nota serдце deyiladi. Yuragigacha borish uchun u puls bilan urish kerak. Tushunyapsizmi? Shuning uchun atirlarni sepish texnikasi ham bor-da. Agar siz atirni demak kiyim ustiga sepsangiz, kiyimingiz tirik emas. Tushunyapsizmi? Kiyim sizga birinchi notada qoldiradi.
to'g'ri kiyimda yuvinishcha turishi mumkin, lekin kuni bilan sizdan o'sha ifor 3-notasigacha borib turadigan boyagi notasi sizdan ifori kelishi uchun siz badaningizga sepishingiz kerak. Da hali oxirigacha kiymagan payt badaningizga sepasiz. O'sha siz yo xursand bo'lasiz, yo yig'laysiz, yo bir emotsional qanaqadir holatda bo'lishingiz mumkin. Shu paytda sizni pulslaringiz uradi-yu, sizdan o'sha ifor yana ham ko'proq taraladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun atirni bizlar qayerga sepamiz? Qo'llarimizga, badanimizga. Agar parfyum suv bo'lsa sepiladi badanga, tualetni suv bo'lsa ko'proq sepiladi, da atir bo'lsa u mana quloqlarda mana bu yerda nimalarni sirg'a to'qamiz-ku, mochkalarning orqasida puls bor, shu yerga arteriyada qon nimasiga, qon tomiriga surtiladi, o'sha yerda puls bor, qo'llarimizga surtiladi, da mana shu ozgina surtiladi, chunki u duhiy, uni konsentratsiyasi kuchli. Mana shunaqa taqdimot. Kompaniyamizda 3 ta imkoniyat bor. Kompaniya sizga 3 ta imkoniyat taklif qiladi. Siz mana shu taqdimotni berayotgan paytingiz aytib berasiz-ku, o'sha birdaniga atir sepasiz, qo'llariga krem surtasiz. Bo'ldi. Ular mahsulotimizni ishlatib ko'rdi, ne только teoriya ishi, yana ishlatib ko'rdi. Uni yeb ko'rganday bo'ladi. Undan keyin aytasiz, kompaniyamizda 3 ta imkoniyat bor. Birinchi imkoniyat bu o'zingizga arzon narxda olish imkoniyati. Hamma narsaga katalogda ko'rsatilgan narsalarga kompaniya 20% chegirma beradi. Tushunyapsizmi? 20% chegirma beradi. Ikkinchi imkoniyatimiz bor, qo'shimcha daromad imkoniyati. Bu sotuvchilik emas, maslahatchi. Professional maslahatchi bo'lish uchun siz darslarga kirasiz, mahsulotlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz, sotuv texnikasi, возражение, har xil darslardan o'tib turib, siz professional yetakchi, maslahatchi bo'lib yetishasiz deb va siz odamlarga mahsulotni maslahat qilib berasiz. Tiqishtirmasdan, menda mana shu narsa bor, mana shuni oling, menga bironta yuzimga krem bo'lsa, oyoqqa krem, shahlopa oyoqqa krem bor deb oyoqqa kremni chiqishtiramiz. Chunki bizda sotuvchilik mahoratimizni ko'rsatayotgan paytimiz. Agar bizlar maslahatchilik mahoratini ko'rsatsak, nima qilishimiz kerak? Bizlar mahsulotlar haqida ularga ma'lumot bergan paytimiz, ularga nima kerakligini bilib olishimiz kerak. Siz eshitishingiz kerak. Shuning uchun siz maslahatchi. Odamlar sizga pul berayotgan, mijozlaringiz berayotgan payt sizga o'sha 20%, 26%, 70% gacha sizni ma'lumotingiz uchun, sizni tajribangiz uchun, sizni professionalligingiz uchun pul to'laydi. Da uni siz halollab ishlaysiz. Bu ikkinchi imkoniyat. Ikkinchi imkoniyatdan siz qo'shimcha daromad plus katalog orqasidagi sovg'alar va shak sovg'alarga ega bo'lasiz. Uchinchi imkoniyat bu asosiy imkoniyat hisoblanadi. Bu kompaniyada, demak, o'zingizni shaxsiy biznesingizni qurishingiz mumkin bo'ladi. Mana hozir bu yerda biz shu bilan shug'ullanyapmiz, o'rganyapmiz. Shaxsiy biznesingizni qurasiz va siz bu biznesni qurganingizdan keyin o'zingizni biznesingizni meros sifatida o'zingizni nevaralaringizga, bolalaringizga ham qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Bizani biznesimizni rivojlantirish qanday bo'ladi? Masalan, siz Faberlik kompaniyasiga o'ziga oluvchilarni taklif qilasiz. Qancha ko'p o'ziga oluvchilar bo'lsa, komandangizni tovar обороtidan kompaniya sizga oylik to'laydi. Gruppovoy obyemingiz 100 ball bo'lsa, 30 ming oylik chiqadi. Bu объемный skidka deyiladi. Agar gruppovoy obyemingiz 200 ball bo'lsa, 120 ming, 600 ball bo'lsa 540 ming, 1000 ball bo'lsa 1 million 200 da 1,5 ming ball bo'lsa 2 million 250. E'tibor qilinglar, bizlarda bu oyliklar beriladi har 3 haftada. Bir yilda 3 marta 2 haftada katalog. Shuning uchun biz 1 yillik, 1 oylik pulimizni bir payt 2 haftada, bir payt 3 haftada olib olamiz. Da? Bizlarda plus premiyalar bor, chet elga chiqish sayohatlarimiz bor, avtomobilli programmalarimiz bor, banketlar bor, har xil tadbirlar bor-da. O'sha sizni rivojlantiradi, o'stiradi, kayfiyatingizni ko'taradi va biznesga bo'lgan nima deydi, ishonchingizni, muhabbatingizni, da rivojlanishni xohlashingizni uyg'otadi. Mana shunaqa katta-katta tadbirlar. Bo'ldi mana. Taqdimotimiz tugadi.